lekin o'zlari e'tibor berib menga bayramlarda yordam ko'rsatib kelishyapti. Moddiy yordamlardan, saxovatga ko'mak, jamg'armasidan kiyim-kechaklar, homiylar tarafdan hamma narsalar berilyapti menga. O'zlari e'tibor berib menga, men juda ham xursandman. Agar biror yordam kerak bo'lsa, mana Dilfuza Nabiyevnaga murojaat qilasiz. Bular ayollar bo'yicha, xotin-qizlar bo'yicha muavin bularga murojaat qilasiz. Xo'pmi, yordam kerak bo'lsa. Mana shu Nazorat opam rais bo'lganlardan keyin, ular xodim bo'lganlaridan keyin menga yordam qilishdi. Agar biror narsa kerak bo'lsa, mana shu ayollar bo'yicha zam hokimimiz bor, Dilfuza Nabiyevna, shularga murojaat qilasiz. Xo'pmi? Rahmat, yaxshi boring. Bu yil hisobidan lecheniya olmagan ekan, reabilitatsiya qilmagan ekan bu hisobidan. O'shanga hamma istoriya boleznlarini olib borishsa, mannomdan kimga nechida uchrashsin. 5-ga borgan ekan, professor Shomansurovda naблюдают за ним. 9:30 borishadi meni nomimda. Dushanba kuni soat 9 dan keyin kutadi. Rahmat. Rahmat.